Hozir yangi termin chiqqan, 4 yildan beri bor narsa, ya'ni operatsiyonkadan chiqib ketgan. Men bu fikrga mutlaq qo'shilmayman. Masalan, sizga savol beraman. Siz ishingizni yaxshi ko'rasizmi, yo'qmi? Yaxshi ko'rasiz. Shu yaxshi ko'rganingiz uchun ishlayapsiz, to'g'rimi qilyapsiz? Shu ishingizdan chiqib ket deyilyapti sizga. Bu noto'g'ri. Ya'ni siz hozir yaxshi ko'rayotgan ishingizni maza qilib ishlayapsizmi? Yana ham maza qilib ishlashingiz kerak toki miyangizda asabingiz, belingizda quvvatingiz bor bo'lgan muddat ichida. Faqat kichikroq operatsiyadan kattaroq operatsiyaga chiqish kerak odam. Avval siz bozorda narsa olib kelayotgan bo'lsa, endi kimdir olib kelib berish kerak. Lekin baribir o'z ishda bo'lishingiz kerak. Yo endi siz operatsiyadan to'liq chiqib ketaman deydigan bo'lsangiz, siz unda ta'sischi bo'lib qolasiz. Ya'ni investor bo'lib qolasiz. Faqat siz raqamli pullarga qarab o'tirasiz. Hozir meni deyarli hamma biznesimda xuddi shunaqa. Men shuna raqamlarga qarab o'tiraman. Bu narsani ustida necha yil ishlagansiz? 2018-yildan beri desak to'g'ri bo'ladi. Endi hozir O'zbekistonda 3 ta xuddi shunaqa fond bor. Investitsion fond bor. Ulardan bittasi hop tizimni ustida rivojlandi, bittasi pulni ustida rivojlandi. Hali uning tizimi yo'q. Xudo xolasa shu 3 tadan bittasi bizmiz deb aytaman. Bemalol. Ya'ni bizi analigimiz yo'q. Masalan, xohlagan moliyachi, auditor kelib tekshirsa, xohlagan savoliga biz aniq gaplarda emas, u knopkalarni bosib raqamlarni javob bera olamiz. Bu narsani qilishlik kerakligini qatdan o'ylab, nimaga bu narsani qilgansiz? Nima sizga turtki bo'lgan shu narsaga? Men tarix o'qiganman. Ko'proq tarix o'qigan paytimda muvaffaqiyatga erishgan davlatlarda tarixni o'rganganman. Misol uchun Usmoniylarda tarixni o'rganganman. Ular 500 yildan oshiqroq hukm surdi yer yuzida. Yoki Umaviylar deymizmi? Yoki undan boshqa qancha davlatlar. Va bularning hammasiga nazar solsangiz, hammasi tizimlashtirilgan.